Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Hozir yana sizlarga yana bitta narsa aytib o'tib ketaylik. Mana hozirda trendga chiqqan taraqli teganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana yopishtiryapmiz. Juda chiroyli chiqadi. Ko'pchilikka tavsiya beramiz. Hozir bu butun dunyoda urfga kirgan. Nimaga urfga kirgan? Bu bir o'qiyap turgani uchun qilingan yo'q. Juda chiroyli chiqqani uchun mana dorozalarda ham, dorozachilarda ham bor shunaqa taraqli qo'yib ketishyapti. Mebelchilarda ham bor. Dizaynerskiy proyektlarda juda ko'p dizaynerlar shunaqa taraqli tega beryapti. Chiroyli chiqadi. Bitta ko'rsatib bering Oltin aka. Juda chiroyli narsa chiqadi mana. Neoklassikalarga hozir interyer ranglarga juda mos tushyapti. Ochiq qiyinchilik yo'q. Oldinlari biz birinchi chiqqanda buni taraqlarini o'zini kesib, tagiga alohida tega qo'yib yopishtirardik. Hozir mana tegachilarimiz ham cho'tki qilib bizga oson qilib ichiga tiqilgan chiqarib berishgan. Ko'p ustalarga maslahat beramiz. Bundan ishlatib ko'rmagan ustalar ishlatdinglar yoki uyda egalari usta ishlatyapti turgan uyda egalariga maslahat beramiz. Ustalaringga shundan qilib beringlar deydilar. Juda chiroyli chiqadi. Xudo xolasa buni tayyor holatini ham qo'yamiz. Mana shu yerda mana devorlari molding bo'ladi, tegalari bilan neoklassik holatda bitirib kanalimizga joylaymiz. Shunaqa foydali ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun biz kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Yangi kuzatuvchilar, obunachilarimiz like, kommentlar bilan, repostlar bilan qo'llab-quvvatlab borasizlar.